Juda ko'p ota-onalarni qiziqtirayotgan savollardan biri bu nega bolalar juda ko'p kasallanmoqda? Buni asosiy sabablarini sizlarga aytib bermoqchiman. Birinchidan, bu bolalarda mavsumiy virusli infeksiyalarning ko'p tarqalishi. Ya'ni o'sha bog'cha yoki bo'lmasa maktab yoshidagi bolalarda kontak yuqori bo'lishi. Bu birinchi asosiy sabab. Ikkinchi o'rinda gigiyena. Albatta bolalarimiz qo'llarini yaxshi yuvmasligi, o'yinchoqlarni turli xildagi o'yinchoqlarni og'izlariga solish hisobida ham o'sha kasallanish holatlari kuzatiladi. Va uchinchisi passiv chekish. Bu asosan ota-onalarga tegishli, ya'ni o'sha chekuvchi insonlar bolalarda ham nafas yo'llari kasalliklari juda tez kuzatilib turishi. Va eng asosiy sabablardan biri uyqu va ovqatlanishning normada emasligi, ya'ni yaxshi uxlamaslik va to'g'ri ovqatlanmaslik. Ya'ni turli xildagi fast food yoki bo'lmasa o'sha turli xildagi kimyoviy dorilar ishlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish. Va yana bir asosiy sababi, demak o'sha bolalar o'rtasida antibiotiklarni noto'g'ri berish. Shuning uchun agar sizning bolangizda bir yilda 6-8 martadan oshiqroq kasallanish holati kuzatilayotgan bo'lsa, unda bizning klinikamizga murojaat qilishingizni so'raymiz.